Do'kondan chiqing. Mani o'g'limga qo'lingiz tekkizmang mani o'g'limga. Mani o'g'lim gapi shunaqalarga arziydi. O'g'lim shunga arziydi. Shuning uchun yaxshilardan ko'rsating. Agar kalbobo 8 ta 9 ta bo'lsin narxi. Erkak kishi ustun bo'ladi. Oyi qarang bo'lmaydi. Mayli uyda molxonlarimni bo'lsa ham sotib olib beraman. Urushmanglar. O'zingizni fikringiz bo'lsin. Mana qarang, o'g'lim bizagina o'qil. Yo, siz bu insonni qizini olasiz. Bu insonni qizini olasiz. Mayli uyda molxonlarimni bo'lsa ham sotib beraman. Siz chiqib lozim ishni olib bering bunga. Lozim ishni olsa arziydi. Urushmang o'g'lim. Chunki sizni fikringiz yaxshi kasblaringiz ekan, mayli oling. Olib mayli. Maqsadingizmi xudo? Nima kimga cheymi? Xudo hech kim uyalamas sizni. Urushmang, xudolarim bilan urushmang. Qarang, bo'lmaydi, ozgina erkak bo'ladi. Mujik bo'ladi ozgina inson. Kasbing mashina qolsa, yur bola. Olmay chiqing. O'zing topgan qizing. Necha pulda, necha yuz dollar turadi bular? $100 dan tepaga qarab ketaveradi. Xudo, bilib turib olib keldingizmi shu yerga? Endi hamma oladigan joy. Kuyovlar shu yerdan kiyinadi. Endi men $100lik uyalamaman, to'yda bu narsani kiyib chiqqanim. $100lik. Topgan qizing, aytdim-ku senga, dugonamni qizi yaxshi uyda Nechta atrofida qarayapsiz, otajon? O'njalingiz nech pul? O'zi biz bu yerdan qaramoqchi emas edik, endi qimmat dema, qimmat yo'q-ku. Bizda eng qimmat $8. $8 ko'rmayapman, $8. Ko'rsatingchi bitta. Mana shunaqalardan gapiring. Shunaqalardan gapirsin.